Doğrusu dersimizni başlaydı. Aldan qatımlıq kitabımıznınki imtihanı süsbütüde biz kitabını xulaslash vazifasi topshirgan saboqdoshlarimizga. Ba'zi saboqdoshlarimiz topshirdi, endi topshirmagan boshqa saboqdoshlarimiz bor. Topshirgan saboqdoshlarimizning talabiga asosan, ya'ni biz topshirgan bo'lg'achqa vaqtimiz o'tib ketmasin deganlik uchun darsni boshlab berdik. Topshirmagan saboqdoshlarimiz yaqin fursatda topshirib etishni umid qilamiz. Dost dersimizni başlayalım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Aldı bilen kitapqa kirishdan ilgari kitapning mazmunidan bir xabar topishni to'g'ri topdim. Kitap biz hozirga qadar asosan shu ulumul Qur'on o'qiymiz degan bir plan bo'yicha ketyapmiz. Bu plan boyunca birinci qatim Buhus fi usulut tefsir namlı kitabımızı okuduk. İkinci qatim Lemahat fi ulumul Qur'an ve tijahaz tefsir namlı kitabımızı okugan bulduk. Hazır mavu okuyatkan üçüncü kitabımız okumakçı olan. Ondan keyin arada haftada bir gün biz öğrengenlerimizni tatbiqlash asosida bir tefsir dersi qilamiz. Bu bizning 3-cü kitabımız. Yani sizlarga men shuni deyish orqali uqtirmoqchi bo'lgan maqsadim shu nima desanglar, biz ilgari o'qib bo'lgan mazmunlardan tiz uytimiz yoki o'qimaymiz. Makallarda inoq bo'lsin. Allohida farqlansa o'qiymiz, bo'lmasa tizlikda uytib ketamiz. İlgari kitobda shunday qildik, bu kitobda shunday qilamiz. Shunga darsimizning oldida biz bu kitapta qaysi mazmunlarga bir ko'rib o'tib boqaylik. Qaraganda olsa kitapning mazmuniga. Kitapning birinchi mazmun Qur'on haqida so'zlaydi. Qur'on haqidagi mazmunlar ichida ta'riful Qur'on, asmaul Qur'on, awsaful Qur'on, Qur'on bilan hadisi qudsining o'rtasidagi farq, hadisi nabaviyning o'rtasidagi farq, hadisi nabaviy degan nima? Hadisi qudsi degan nima? Qur'on bilan hadis qudsini o'rtasidagi farq, hadis qudsi bilan hadis nabaviyning o'rtasidagi farq. Mushunga munosabatlik mazmunlar so'zlanadi. Yangi mazmun bo'lg'achqa bu mazmunni o'qiymiz saboqdoshlar. Ammo ilgari o'qib bo'lgan mazmunlarga kelganimizni his qilsak, tiz o'tib ketamiz. Bu kallangda bo'lsin. İkinci bu birinchi mazmun. Ve ikinci mazmun. Birinci mazmunda şu fenni tanıştırış başlanması. İkinci mazmunda Kur'an. Üçüncü mazmunda vahiy. Biz vahiy orqali ma'lum azroq darajada so'zlar ama bek kengir emas. Şuna chiqqan kitabımızda biraz kengir andan keyin vahiyni inkor qilganlarning shubhalari, bular qaytarilgan raddiya qatorliq vahiyning shakllari masalan. Allohning malaikiligi vahiy qilish shakllari, Allohning payg'ambarlariga vahiy qilish shakli, malaikalarninki payg'ambarlarga vahiyni olib kelish shakli qatorliq mazmunlar so'zlanadi. To'rtinchisi Makki madani. Makki madaniyni biz oldingi kitobimizda o'qidik, ammo oldingi kitobimizda tilga ilinmagan taraflar o'qib qolsa o'qib o'tamiz. 5-dan ma'rifatu avval ma nazal va oxir ma nazal. Qur'oni Karimdagi oyatlarning tema xarakterlik tushunish, ya'ni tunjulab qaysi oyat tushdi, onun en ahırda qaysi. Hesapta en burun qaysi oyat, en ahırda qaysi oyatning o'tirida biraz kengaydigan mazmunlar var. Kitobning 6-cı mazmuni asbabun nuzul. Qur'oni Karimdagi oyatlarning sababu nuzul haqida so'zlaymiz. Bu haqda kengroq tushunchaga ega bo'lamiz inshaalloh. 7-si Qur'oni Karimning tushish shakli. Buni biz o'qidik. Shunday olsa-mu, agar kengri mazmunlar o'qib qolsa, biroz kengayishimiz mumkin. Ondan keyin Qur'oni Karimning to'planish, tartiblanish ahvoli. Mencha agar sizlar oldin qatimliq Lemahat Qur'oni Karimning to'planish haqidagi mazmunlarni o'qib ko'rgan bo'lsanglar, va men sizlarga bergan bir material bor. Osmon radhiyallohu anhuning davrida
Qur'onning to'planish ahvoli, Qur'onning ko'chirilish ahvoli haqidagi bir 30-40 bet atrofida bir bahsini birini bergandim. Bahsida 3 xil to'planishning hammani tilga ilg'iliq Rasulullohning davridagi Qur'onning to'planish ahvoli, Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi Qur'onning to'planish ahvoli, Osman radhiyallohu anhuning davridagi Qur'onning to'planib qanaqa qilish ko'chirilish ahvoli va buningdagi ikki to'planish o'rtasidagi farqlar va munosabatlik mazmunlar tafsili tilga ilg'iliq. Agar sizlar uni ko'rgan bo'lsanglar, men sizlarga bostirib birdan ko'ranglar deb tavsiya qilgan. Ondan keyin 9-mazmun Qur'oni Karimninki sab'ati ahruf asosida shu ishi. Biz bu to'g'risida qildek bir ma'lumotga ega bo'ldik. Ya'ni oldingi kitobda shunda tegish qilib mazmunga bu ahvoli bundaroq bo'ladi deb lam qana qildik, o'tib ketdik, tafsiliy kirmadik. Inshaalloh maktabimizda qana qilamiz, tafsiliy kiramiz inshaalloh. 10-mazmun qiroat va qorilar. Mencha bu haqda yetarlik kirdik. Kitobimizda ahvol qarab boqamiz. Favqulodda yangilik bo'lsa kiramiz, yangilik bo'lmay qolsa bu yerni qana qilib ketamiz saboqdoshlar, o'tib ketib qolamiz. 11-si mufassir ehtiyojli qoidalar. Bunda qoidalar bak ko'p endi. Biz bu hostimi buni o'qidik. Ama bu hosta o'qigan qoidalar hozir ko'z oldingdagi bu qoidalardan biroz farqli qoidalar. Agar yer o'qib bo'lgan qoidalar o'qib qolsa tamom o'tib ketamiz. O'qib bo'lmagan qoidalar o'qib qolsa undan keyin buni qanaqa qilib biroz kengaytirib o'qiymiz. Nayte inchki muhim mazmunlar bor. Mundarijidan ko'rvatsizlar haqiqatan hem öz içine aldığan dairesinin biraz kenarı 185-betden 204-betgacha depti. Ondan keyin muhkam mutashabih haqida, mencha muhkam mutashabih haqida yetarli o'qidik. Agar yana ortiq alohida mazmun bo'lib qolgan bo'lsa, biz yana inshaalloh o'qiymiz. Ondan keyin Qur'oni Karimdagi am xoslarga qanday muomala qilish, nasikh mansukh haqida o'qimadik, mutlaq muqayyat haqida asosan o'qimadik, mafhum mantuq haqida usulul fiqhda o'qisaqmi, ulumul Qur'onda o'qimadik. Ijazli Qur'on to'g'risida ancha-muncha o'qidik, ammo turga bilib, masalan, ijazul lug'aviy, i'jaz al-ilmi, i'jaz at-tashri'iy shaklda o'qimadik. Amsalul Qur'on haqida hozir qadar qanday boqmadik, o'qib boqmadik. Aqsamul Qur'on haqida o'qib boqmadik. Jadalul Qur'on haqida o'qib boqmadik. Qisasul Qur'on haqida o'qib boqmadik. Tarjamatul Qur'on haqida lamahat azroq mazmunlarni ko'rdik. Ama texnik kengaytib ko'rmadik. Yangi mazmun bo'lib qolsa, qanday qilamiz ko'rib o'tamiz inshaalloh. Ondan keyin tafsir ta'vil haqida biz o'qigan yangi mazmun bo'lsa ko'ramiz, bo'lmasa o'tib ketamiz. Mufassirning shartlari va rioya qilishga tegishli adab axloqlar buni ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Tafsirninki paydo bo'lish, taraqqiy qilish ahvoli biz buni xili tafsili o'qidik deb o'ylayman. Payg'ambar alayhisolamning davridagi tafsir, sahobaning davridagi tafsir, tabi'in davridagi tafsir, tadvin davridagi tafsir, tafsirning aloqa uslublari, manhajlari, turuqlari ularning hammasidek bir xil qanaqli ko'rib o'tdik. Ammo bu yerda yangi mazmun bor ancha-muncha. Shu yüzden yangi mazmunlarni qanaq o'tamiz, ko'rib o'tamiz. Undan keyin tafsir kitoblari sohasidagi eng donliq kitoblarni tonish bek muhim masala. Agar sizlar bu sohada cho'ng qilayman desanglar, buni bilishinglar kerak. Tafsir bir ra'yidagi donliq kitoblar, yangi zamonimizdagi yozilgan tafsirlardagi eng yaxshi donliq kitob, donliq mashhur tafsirlar, fuqaholarning tafsirlari, undan keyin ba'zi mufassirlarningki tarixiy tarjimalar deydi. O bek muhim masala. Yani bu sahada shug'ullanmoqchi bo'lganligiga nisbatan nihoyat muhim bir usul ipuchi yani. Ko'rgan saboqdoshlar, kitobimiz 26 mazmun. 26 mazmundan tarkib topgan bo'ladi. Yani 26 tane tema var degan gap kitobimizda. Endi men saboqdoshlardan ovoz berishga qo'yilgan bir masala bor bu yerda. Kitap 26 mazmun. 380 betga yaqin 380 betga yaqin mazmun bor. Endi saboqdoshimizdan so'raydiganim shu. Kitobni burunqidek jumla tarjima shaklida o'qiymizmi? Men sizlarga oldingi ikki kitobni ashta shaklda o'rgatdim endi. Yoki mazmun bo'ylab o'qiymizmi? Agar mazmun bo'ylab o'qilsa,
faqat bir mazmunni bir qitim so'zlaymiz. Sizlar oldidan tayyorlik qilasizlar. Oldidan alohida tayyorlik qilasizlar buning uchun. Va keynidan alohida tayyorlik qilasizlar. Men sizdan darsdan keyin shu darsni tushunmaganliklarni bilish uchun darsning umum xulosasini yozma shaklda talab qilaman. Bu shaklda o'qiymiz. Agar mazmun bo'ylasak, darsimiz 26 darsda shuni bilan tugaydi. 26 darsda tugaydi. Bu bir. İkincisi, yo'q, burunqidek jumla tarjima qilib mangadi. Buningda bizning tarjima iqtidorimiz oshadi ekan, ba'zi nuqtalar tushuniksiz bo'lib qolgan, taxmin aniq mangadi ekan desanglar, burunqidek belgilangan vaqt ichida, ya'ni bizning atdiganlik dars vaqtimiz shu kunda 1 soat atrofida bo'ladi. Shu vaqt ichida qanchalik o'qisak, shunchalik tarjima va tushuncha shaklida o'qildi desanglar, ya'ni burunqidek o'qimasa ham bo'ladi. Bu sizlarga qo'yilgan bir ovoz. Mumkin bo'lsa hozir ovozingni bersanglar, qanday shaklda o'qiymiz? Izohat nima shaklda? Kengaytirilmiş tushunch, xulosali shaklda o'qamdiqmi hozir shaklda yoki tarjima qilib o'qamdiq? Bunga nisbatan bir ovoz beringlar. Shuni qarab turib, undan keyin men darsning tayyorligini shu shaklda qilay, darsni shu shaklda qanday qilay so'zlab o'qiymiz saboqdoshlar. Qani boshqa saboqdoshlarimizni saqlayapmiz saboqdoshlar. Agar shu bo'yicha ya tarjima shaklida o'qiymiz deysizlar, ya mazmun bo'ylab o'qiymiz deysizlar. Hozir darsda ba'zi saboqdoshlarımızdan ovozi hisob 50%dan ortiq to'niga qarab turib muomala qilamiz saboqdoshlar. Hozir qadar mazmun bo'ylab degan saboqchimizning 2si chiqdi, tarjima shaklida degan saboqchimizning 3 chiqdi, 4. Chunki bu har o'quvchi o'zining ahvolini o'zi biladi. Tarjima bo'ylab o'qigan vaqtimizda tushunmaga yaqinmaydi, bu bir masala. Mazmun bo'ylab o'qigan vaqtimizda agar sizlar astoydil ko'rib oldin rars tayyorlik qilib keyin xulosa yozmasanglar, nurg'un yaqib qilishi mumkin. Yana sizlarga qo'yman. Qani saboqdoshlar boshqalarga ovoz beringlar. Shuni qarab turib ish qildi. Asosan tarjima shaklida o'qish ko'proq o'rinni egallaydigandek qildi. Unda shu bo'yicha o'qiydi saboqdoshlar. Qani qolganini bir nima qilamiz, ahvol qarab ya o'zgartiramiz. Unda bo'lsa biz birinchi mazmundan boshlaymiz saboqdoshlar. التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره. Yani bu fanning tunishtirilishi va paydo bo'lish, taraqqiy qilish ahvolining nimasi bayoni. القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز. أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلص يفهمونه بسليقتهم. وإذا التبس عليهم أو التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. Endi biraz mençe tercüme aldığım kitapta biraz kelişti deb o'ylayman, biraz yaxshilan deb o'ylayman. Shunga ma kitapta tercüme o'qiyli deganlarning yo'li tutildi, tamam. Ammo tercüme burunqidek ost bo'lmaydi, tezroq bo'ladi va shunga nisbatan tayyorlig'inglar bo'lsin. Agar dars vaqtida o tercümeye geçiş bulanma yoki tushunmaga yanglab qolsa, darsdan keyin men internetga yuklab qo'yman bu darsni, ashyadan qolganini ko'rib olsanglar bo'ladi. Qur'oni Karim islomning mangulik mo'jizasi bo'lib, ilmiy taraqqiyot faqat mo'jizalikda mustahkamlikni ziyoda qiladi. Yani Qur'oni Karim bir mo'jiza, mangulik o'zgarmas mo'jiza. Har qancha ilm fan taraqqiy qilib kelsin, bu mo'jizalik kuchaydi-ki, qanaqa qilmay to'lamaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni
bizning Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kishilarni zulmatdan nurga qana qilish uchun, chiqarish uchun va ularni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun tushagan. Allohning salomı, rahmat va salomlari payg'ambar alayhisolamga bo'lsin. Yuballighuhu li sahabatihi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu Qur'oni Karimni o'zining sahobalariga yetkazdi. Ular xolis arab bo'lib, buni o'zlarininki tabiati bilan tushunadi. Va iza iltabasa alayhim, ularga oyatlardan birasini tushunish ilishib qolsa, Rasulullohdan shu oyat haqida qana qiladi, so'raydi. Shaykhan Imom Buxoriy va Imom Muslim va undan boshqa muhaddis imomlar Ibn Mas'udni rivoyat qilib shunday deydi. Mushu oyat tushgan vaqtda allazina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulmin. Jiq o'qib ketdik bu oyatni. Tushgan vaqtida bu oyatni tushunish kishilarga biroz qiyin keldi. Chunki oyatning mazmuni bo'yicha faqat zulm qilmagan bo'lish mu'minlarning sifati. Dunyoda zulm qilmaydigan odam yo'q. Ya o'ziga qiladi, ya boshqalar qiladi. Dediki bu ya Rasululloh, ayyuna la yuzlim nafsa. Aramizda kim o'ziga zulm qilmaydi? Degandeki Peygamber aleyhisselam innehu leyse'llezî ta'nun. Bu oyatning mazmuni silma maqsad qilayotgan mazmun emas. Alam tasma'u ma qala al-abdus salih. As-salih banda degan gapni anglamaganmi to'g'risizlar? Oyatdagi zulm ma oyatdagi Luqman Hakimning gapidagi hikoyasidagi tushuntirilgan inna shirka la zulmun azim. Shirk haqiqatan de zulm, büyük bir zulmdagi zulm. Aş ayetdeki zulüm şu. Yani ayet maqsad qilayotganlar shirk demekçi. İnnema huwa shirk. Yani ma hadis nima uchun keltirildi burunda desa, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki sahabalar oyatni o'qib berib, sahabalar öz tabiiyatda o'zdagi arab tili bilan tushunadigan, tushunolmagan yerlarini andan Rasulullahdan so'rasa, Rasululloh qanaq birdigan, tushunib birdigan bir holatning nimasi, ifodasi yoki dalil sifatida, shahid sifatida hadis keltirildi. Ve kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yufassiru lahum ba'd al-ayat. Peygamber aleyhissalatu vesselam bularga bir qism oyatlarni izohlab tafsir qilib berdi. Akhraja Muslim ve gayruhu an Uqbat ibn Amir. Muslim ve Muslim'den başka muhaddisler Uqbat ibn Amir'den rivayet qilib shunda chiqardi. Dedi ki, Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul ve huwa alal minbar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning minberning ustida turib mundaq deganligini angladim. Ve a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sizlar düşmanlarga imkoniyatingizda bor bütün kuch-quvvatni hozirlanglar. Deb bo'lib, Rasululloh ma oyatning izohatini ala innal quwwata ar-rami. Bu yerdagi oyatdagi quvvat degan so'z shu o'q etish degan ma'noda deb Rasululloh qanday bergan, tushuntirib bergan. Ya'ni attur yuqorida Qur'oni Karimning Resulullah'tan sahabalarga yetkazilish ve tushuntirilish shaklini bizga qanday qiladi, tushunib beradi. Andan sahabalar Qur'oni Karimni Resulullah'tan qanday qilishga o'rganishga ve Qur'onni yodlash, tushunishga nihoyat hirisman bo'lgan. Ve kana zalika sharafan lahum. Bu ularga nisbatan bir sharafdir. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib shunda deydi: "Kana ar-rajul minna", aramizdagi bir kishi Sur Baqarani o'qiy olsa, Ali Imronni o'qiy olsa, jaddafina aramizdagi buyuk odam bo'ladi deydi. Ma'niki aramizdagi bir kishi Sur Baqarani, Ali Imronni o'qiy olsa degan gapni bugungi Qur'onga qarab o'qish deb shuni yodga o'qish. Chunki sahobalarning davrida, hatto tabiinning davrlarigacha Qur'oni Karim yozma shaklda o kadar ko'p taqalmagan, az shaklda etdi. Shuningdek ular Qur'oni Karimga amal qilish va ahkomlarining qishida to'xtashga nihoyat hirisman bo'lgan deydi. Abi Abdurrahman Sulamiydan rivoyat qilinib shunda deydi: "Haddasana allazina kanu yuqri'unana al-Qur'on." Bizga Qur'onni o'rgatib qo'ydigan kishilar bizga shunda so'zlab beradi. Masalan, Osmon ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud va undan boshqa kishilar. Bular deydi: "Annahum كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 10 oyat o'rgansa, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilm wal-amal. Shu oyatlardagi ilm va amalni o'zida amillashtirganga,
Şunu amaliy o'rganganga qadar o'tib ketmaydi deb mushun so'zlab bergan. Bular deydiki, biz Qur'oni Karimni, ilmni, amalni biroqlam qana qildik, o'rgandik deb. Mushrislarning hammasi sahobalarning Qur'onga qanday muomala qilganligining ifodasi shaklida keltirilgan hadislar. وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatu vesselam bularga Qur'ondan boshqa hech narsani yezishga qana qilmagan, ruxsat qilmagan. Nimishqa Qur'onning boshqasi bilan elishib ketishdan ensirganlik uchun. Chunki shu vaqtdagi amaliy sharoitni o'ylaganimizda, imkoniyatni o'ylaganimizda bugünkidek qalam qog'ozlar o qadar ko'p emas, o'lchamlik qog'ozlar asosan yo'q deyarlik. Yazsaç tapqan narsaga yozildi. Taxt tapsa taxtaga, teri tapsa teriga, hatta xomininki kesib etgan ko'taklari qadar at tugilaninki to'qamlari bilan tuzildi ya. Ishqib xat yozg'ili bo'ladigan yer yozilgan gap. Bugungi kundagi kategoriyaga ayirib, mau andaq, mau mundaq deb mexlab olib qo'ydigan ish bo'lmagandan keyin yozgan narsalarninki uning ustiga hozirgi biz ko'rgan Qur'oni Karimdagidek ayetlerini raqamlar bilan farqlantirib ayıradigan ish olmagandan keyin qanday bo'ladi desanglar, izohat, tafsir, hadis shaklida yozib qo'yilgan narsalar Qur'oni Karim bilan aralashib kelish ehtimoli bo'lg'achqa Rasululloh Qur'onni yoz, qog'inni yozma degan shaklda, yozganlarning hammani o'chirsin degan shaklda Qur'ondan boshqa har qanday bir narsaning yozilishini qanday qilgan cheklagan. Muslim Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhudan Resulullah'ın şundak deganligini rivoyat qiladi. La taktubu anni mandan ghayral Qur'an. Qur'ondan boshqasini yozmanglar. Va man kataba anni ghayral Qur'an. Kim mandan Qur'ondan boshqasini yozgan bo'lsa, o'chirsin. Mandan so'zlanglar masala yo'q. Kimki bana qasdan yolg'onni aytsa, o'zining o'rnini, do'zaxning o'rnini hozirlab qo'ysin degan shaklda Rasulullohdan hadis rivoyat qilish ve dikkat qilish tegishli taraflarda alohida qanday qilgan ogohlantirish bergan. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك في كتابة الحديث. Gerçi Resulullah şundan keyin bazı sahabelerga hadis yazışqa ruxsat bergan bo'lsa-mu, fa inna ma yattasil bil Qur'an. Qur'onga munosabatlik taraf zalla ya'tamid ala rivoyat bit talqin fi ahd Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Resulullahning davrida Qur'onga munosabatlik taraf ig'zoki rivoyat qilishga tayinib davom qildi. Zalla ya'tamid, tayinib davom qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar radhiyallohu anhularning davrida, xilofatlik davrida shu paytda davom qildi. Jaat xilafatu Osman radhiyallohu anhu. Osman radhiyallohu anhuning xaliflik davri keldi. Biz keyin so'zlaymiz. Sanazkuruha fima ba'd. Keyin so'zlaymiz. Bir qism sabablar Müslümanlarni bir mushaf ustiga to'plashni taqozo qildi. Fatamma zalik, shu bo'ldi. To'plandi musulmonlar. Osman radhiyallohu anhuning qo'li bilan bu mushaf bir yerga yig'ilib, to'planib, mushaful imom deb ataldi. Summiya bil mushaf al imom. Va u mushafdan minhu bir qancha nusxalari shaharlarga qana qilindi, ursilat, avatildi. Ve bu mushafninki yeziqi Osmani yeziq, Osmani xash shaklida deb ataldi. Osman radhiyallohu anhuga nisbat berilib ve shu vaqtdagi ahvol Qur'oni Karimninki xash shakli degan fanning boshlanishi hisoblanadi, yu'tabar degani hisoblanadi. Sonra undan keyin Ali radhiyallohu anhuning xalifalik davri bo'ldi. Abul Aswad ad-Du'ali Ali radhiyallohu anhudan kelgan buyruq bilan grammatika qoidalarini qanday qilgan bo'ldi, vadoha tuzgan bo'ldi. Nimishqa talaffuzning to'g'riligini saqlab qolish uchun Qur'oni Karimni to'raqlashtirish, muqimlashni, o'qilishini muqimlash, to'raqlash, qoidalashtirish uchun, zabtdan degan gap, qoidalashtirish uchun va yu'tabaru hada va bu ham kazalika yuqoridagi qoida bu ham ilm i'rob al-Qur'on, Qur'oni Karimninki grammatikalik tahlil fenining nimasi bo'ldi, boshlanishi bo'ldi saboqdoshlar. استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بينهم. Sahabalar Qur'oni Karimning ma'nilarini o'zaro naql qilishib va Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarininki tafsirlarini
aralarındaki fark bilen deydi. Farklarının hemmesi o'xshash emas. Birisi az, birisi ko'p. Mushta shaklda naql qilishib davom qildi. Nimishqa ularning tushunch iqtidori farqli qolganligi uchun va ularning Rasulullohga bo'lgan hamroh bo'lishi farqli qolganligi uchun ulardan ashu tafsirlarni yoki Qur'onga munosabatlik mazmunlarni tabiinlardan olgan shogirdlari naql qildi. Mush shaklda davom qilib bugunga qadar qana qildi, keldi. Endi sahabalarning ichidagi mufassirlarning dangliqlarining ichidan 4 xalifa var. Ibn Mas'ud 4 xalifa deb bo'lib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Zubayr qatorliqlar var. Endi tafsir sohasida eng ko'p rivoyat ko'p bo'lgan kishi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan. Ammo va ma ruwiya anhum bulardan rivoyat qilingan tafsir Qur'oni Karimninki bir butun tafsirini qana qilmaydi, o'ziga olmaydi. Faqatlam innama yaqtasiru ala ma'ani ba'd al-oyat. Faqat bir qism oyatlarninki ma'nilari ustida to'xtaydi. Shu oyatlarning tutuq yerlarini tafsir qilish va mujmal mubaham bo'lib qolgan yerni izohlashlar. Ammo tabiinlarga kelsak, tabiinlardan bir bilik kishilar tafsir bilan mashhur o'rtaga chiqdi. Bular sahabalardan olgan ba'zi oyatlarni tafsir qilishda o'z oldiga qanday qilgan ijtihod qilgan bu. Ibn Abbasning shogirdlaridan Makkada Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ikrama Mavla ibn Abbas, Tawus ibn Kaysan al-Yamani, Ata ibn Abi Rabah qatorliqlar. Bular mashhur bo'lgan. Madinada Ubay ibn Ka'bning shogirdlaridan Zayd ibn Aslam, Abu Aliya, Muhammad ibn Ka'b al-Quradi bular mashhur bo'lgan. Iroqda Abdullah ibn Mas'udning shogirdlaridan Al-Qamat ibn Qays, Masruq va Aswad ibn Yazid, Amr al-Sha'bi, Hasan al-Basri, Qatada ibn Duamat as-Sadusi qatorliq bular mashhur bo'lgan. Ibn Taymiya rahimahulloh bular haqida deydi, ammo tafsirga kelsak, kishilarning ichidagi tafsirni eng obdan bildig'ini Makka ahli. Chunki bular Ibn Abbasninki shogirdlari, Mujahid, Ata ibn Abi Rabah, Ikrima Mavla ibn Abbas va undan boshqa Ibn Abbasning shogirdlari o'xshasa Tawus, Abi Sha'tha, Sayyid ibn Jubayr va amsaluhum o'g'lari. Va shuningdek ahli Kufa Ibn Mas'udning shogirdlaridan mushlar dangli qo'yganlar, mushlar eng obdan bildiganlar. Va min zalika ma tamayyadu bihi an ghayrihim. Ya'ni bular va ularning boshqalaridan almush jihatda alayidning bo'lgan farqli qo'ygan. Andan Madina ahlininki ulamolar tafsirida Zayd ibn Aslam, masalan, buningdan Malik tafsirini Zayd ibn Aslamdan olgan va yana uningdan o'g'li Abdurrahman olgan, Abdullah ibn Vahb qatorliqlar Madina ahlining ichidagi Qur'on mufassirlarininki qatoridan. Vallazi ruya an haula'i jami'an. Endi Mavladan rivoyat qilingan umumiy bilimni bir xuloslagan vaqtda o'rtaq bir shaklda ilm tafsirini o'ziga oladi. Ya'ni ilm tafsirini rivoyat qilgan bulardan ilmi g'aribul Qur'onni rivoyat qilgan, asbabun nuzul ilmini rivoyat qilgan, Makki madaniy ilmini rivoyat qilgan, nasikh mansukh ilmini rivoyat qilgan, ammo mushularning hammasi, yuqoridagilarning hammasi zalla mu'tamidan ala rivoyat bit talqin. Ya'ni ig'zoki rivoyat qilishga tayinib davom qilgan. Unda vaqtda dahi yeziqchilik davri rasmiy qana qilinmagan, boshlanmagan. Chunki biz ilgirgi o'qigan darslarimizga ko'ra yeziqchilik davri 2-asrda qana qilgan, boshlanmagan. Astidagi abzasda bog'i mana 2-asrda yeziqchilik davri keldi. Hadislarni turli boblar bilan xotirlash qana qildi, boshlandi. Ve aşu tefsirge münasebetli olan taraflarını hem ölçüge aldı. Bir kısım ulemalar Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'den tefsirden rivayet kılınan mezmunlarını, sahabalardan yoki tabiinlardan rivayet kılınan mezmunlarını topladı. Bunların içinde meşhur oğulları Yazid ibn Harun Sulemi Hicriye 117 yılı vefat topgan, Şu'bad ibn Haccac Hicriye 160 yılı vefat topgan, Vaki ibn Cerrah Hicriye 197 yılı vefat topgan, Sufyan ibn Uyayna Hicriye 198 yılı vefat topgan, Abdurrazzaq ibn Hummam 211 yılı vefat topgan. Onun Mavlanın hemmesi nimeydi? Hadis imamlarının qatarındaydı. Bularning hadisni to'plashi mufassir o'g'anligidan emas, balki
hadis boblaridan bir bobni to'plash sifatida bo'lgan deydi. Bular hadis imomlari ya hadisni to'plab o'tib ketib, hadisning ichidagi tafsirga munosabatliklarini ayrim bir bob qilib, masalan, kitobu tafasir degandek, ma shaklda qana qilgan, to'plagan. Ammo bizga ularning tafsiridan hech narsa yozilgan, hech narsa nimadan boshqa Abdurrazzoq ibn Humamning tafsirining qo'l yozmasidan boshqa hech nima kelmagan. Chunki yeziqchilik davri bo'lmagan bo'lg'achqa yoki taraqqiy qilmagan bo'lg'achqa nurg'unlari yo'qolib ketib qolgan tarixda. Ondan keyin ularning yo'lida shundan keyin ulamolarning bir bo'laklari mangdi Qur'oni Karimning to'liq tafsirini qana qildi, yozdi. Nimaga asosan? Qur'onning oyat tartibiga asosan. Ya'ni sura Fatihadan sura Nasxgacha. Shularning ichidan Ibn Jarir at-Tabari Hijriya 31-yili vafot topgan bu kishi mashhurlar. Buning tafsiri bizga kerakli. Navbatda bizning qo'limizda Ibn Jarirninki butun tafsiri bor desak bo'ladi. Va hakaza mana shuningdek tafsir avval ig'zaki rivoyat qilish yo'lidan naql qilish bilan boshlandi. Ondan keyin uni xotirlash hadis boblaridan bir bob degan shaklda bo'ldi. Ondan keyin mustaqil yolg'iz qana qilindi, duvina xotirlandi. Tafsir bilma usullar oqidan keldi. Ondan keyin tafsir bir ila oqidan qana qildi, kagila boshlandi. Ani tafsir ilmininki qarshisida, tafsir ilmining qarshi degani tafsir ilmi bir ilm bo'lib qoldi. Buning yanada demakchi hisobda. Qur'onga munosabatlik temalar haqida tema xarakterlik yozish ahvoli maydonga chiqdi. Mediki kana hadasa ma'nosida. Mufassirmi buningdan nima behojat bo'lmaydi. Endi demakchi o'rimiz tafsir mavdu'i demakchi. Masalan, bayatınduq tafsir ilmida sura Fatiha'dan Nasxgacha 30 pora 114 surani tafsir qiladi ya. Ma tema xarakterlik yozilgan vaqtda bütün 30 paraning hammani maqsad qilmaydi yozgan odam. Masalan, ayollar haqida yozmoqchi bo'lsa, al-mar'atu fil Qur'on degan bir temani tutib, Qur'oni Karimdan ayollarning masalasini suzib chiqadi va bir kitob qilib yozadi. Qaysi oyatdan chiqsin? Bu Qur'oni Karimning temalari haqida yozilgan tema xarakterlik asarlar bo'ladi. Bunda asarlar intayin ko'p. Masalan, al-jihadu fil Qur'on, al-iqtisod fil Qur'on degandek mushu misoldamdi. Masalan, fa'allafa Ali ibn Madani, Imom Buxoriyning ustozi ibn Madani, Ali ibn Madani 234-yili hijriya asbabun. Yana Qur'oni Karimdagi sabab, shu Qur'onning shu sabablari. Bu bir tema. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam hijriya 224-yilda vafot topgan. Nasx Qur'oni Karimdagi nasx mansux. Qur'oni Karimdagi qiroat mush haqda. Bütün 30 paraning hamma emas, balki shuning ichidan o'rtaga qo'ymoqchi, yuritmoqchi bo'lgan temaga munosabatlik nim bo'lsa, yig'ib o'zining maqsadini yuritadi. Qur'oni Karimdagi bütün nasx mansuxni yuritadi, Qur'oni Karimdagi qiroatlarni yuritadi, Qur'oni Karimdagi asbabun nuzulni yuritadi, shunga o'xshash. Ibn Qutayba ya'ni hijriya 276-yilda vafot topgan Mushkalul Qur'on haqida. Mushkalul Qur'on degani Qur'oni Karimdagi bizning bunda qaramoqqa tushunish qiyin bir-biriga ziddak ko'rinadigan oyatlar bor. Amaliyotda zid emas, bizning tushunchamiz kam bo'lganlik uchun zid. Ya'ni qaramoqqa zid, amaliyotda zid emas. Mushu xil shakldagi oyatlarni maxsus tafsir qilib alohida qana qilgan yozib chiqqan. Buni Mavloning hammasi hijriya 3-asr, ya'ni 300 yil, ya'ni 300-yil yillardagi ulamolarningki qatoridan deydi. Ondan keyin Muhammad ibn Xalifni Mirzaban, ya'ni 309-yilda vafot topgan, Al-Hawi fi Ulumul Qur'on degan kitobni yozdi. Abu Bakr Muhammad ibn Qasim al-Ambari Ulumul Qur'on degan kitobni yozdi. Abu Bakr Sijistani G'aribul Qur'on degan kitobni yozdi. Yana mush Abu Bakr Sijistaniningki Masahib deb bir kitobi bor. Umumiy Ulumul Qur'on sohasida kam bo'lmaydigan kitoblarning birisi. Muhammad ibn Alil Adufuy Al-Istighna fi Ulumul Qur'on degan kitobni yozdi. Mavloning hammasi hijriya 4-asrning ulamolarining qatorida. Savoqdoshlar, mushu ma'lumotlarga ajoyib shukr qilinglar. Ya'ni agar sizlar bu haqda izlanmoqchi bo'lsanglar,
Muşu kitapning beshidagi mushu ma'lumot sizlarga nisbatan bir xarita bo'lishi mumkin. Ya'ni 3-asr, 4-asrda yozilgan kitoblarning tartibi shunda qarasanglar, bir asrda yozilgan kitoblarning ma'lumoti asosan birisi-birisiga yaqin keladi. 4-asrda sal farqlanishi mumkin. 5-asrda farqlanishi mumkin. Mush shaklda sizlar bunda tarixlarni yakunlay olasizlar va o'zgarishlarni bayqay olasizlar. Ondan keyin, shundan keyin bu kitap yozish oqidan davom qildi. Abu Bakr al-Baqilani 400-yilisi Ijazul Qur'on haqida kitob yozdi. Ali ibn Ibrahim Sa'd al-Hufi 430-yilda vafot topgan kishi I'robul Qur'on haqida kitob yozdi. Marudi 450-yili vafot topgan hijriy Amsalul Qur'on haqida kitob yozdi. İz ibn Abdussalam 660-yilda vafot topgan Majazul Qur'on haqida kitob yozdi. Sahavi 643-yilisi vafot topgan Ilmul Qiraat haqida kitob yozdi. İbn Qayyim 751-yilda vafot topgan Aqsamul Qur'on haqida kitob yozdi. Demak, ma'u asarlar şu asarlarning ichidagi har asar Ulumul Qur'on ichidagi bir turni şu Ulumul Qur'onga munosabatlik mabahaslardan, tadqiqotlardan bir bahsni o'z ichiga oldi. Diqqat qilsanglar, hammasi ma'lum bir turni asos qilib turib, qana qilyapti kitob yozdi. Bularning hammasi mavduiy xarakterlik, Qur'onga munosabatlik, tafsirga munosabatlik nimalar palla. Endi mushu mabahaslarninki, tadqiqotlarninki va shu yuqoridagi turlarning hammasininki yoki ko'pinchisininki bir asarga to'planishi haqidagi masalaga kelsak, Sheyx Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani o'zininki Manahilul Irfan fi Ulumul Qur'on degan kitobida bugun Ulumul Qur'on haqida izlanmoqchi bo'lgan odamga kam bo'lmaydigan kitobning birisi. Mush kitobda shuni tilga oladi. Ya'ni bu kishi Sheyx Zurqani Darul Kutubul Misriyada Ali ibn Ibrahim ibn Sa'idish Hufi deb tunilgan bu kishininki bir kitobini qana qilgan, uchratgan. Bu kitobning ismi Al-Burhan fi Ulumul Qur'on. Ya'ni 30 mujallatda. Shundan 15 mujallat hozir bor yujad degani tepiladi, ammo ratlanmagan va bunda oqidan qana qilinmagan, tartiblanmagan degan ma'noda. Yani muallif mush kitobni yozuvchi Qur'on oyatlaridan bir oyatni oladi, mushafning tartibi bo'yicha. Shu oyat o'z ichiga olgan Ulumul Qur'onni qana qildi so'zlaydi. Nima shaklda mufridan har bir turini maxsus bir turiga unvon, mavzu bilan ajratgan holda. Shuning bilan oyatdagi umumiy mavzu mana shaklda Allah Azze ve Celle'nin palana ayeti haqidagi söz deb boshlaydi. Ondan keyin oyatni o'qib tilga oladi, yozdi. Ana shuning ostiga al-qawlu fil i'rob, oyatdagi i'rob masalan. Oyatdagi bu oyatning izohati, bu degan shaklda so'zlamoqchi bo'lgan Ulumul Qur'on turlarining har birisiga ayrim mavzu qo'yib, shu bo'yicha bahs qilib chiqarliq deydi. Yani ayetni nahviy til tarafdan qana qiladi, oyat haqida so'zlaydi. Ondan keyin i'rob degan yerda al-qawlu fil ma'na va tafsir deydi. Oyatning ma'nosi va tafsiri haqidagi gap deydi. Oyatni mahsul va ma'qullar bilan izohlaydi. Ma'sul degani tafsir bil ma'sul demakchi, ma'qul degani tafsir bir ra'yini demakchi. Ondan keyin al-qawlu fil waqf va tamam deydi. Va vaqtdan durus olmaydiganlarini qana qiladi, bayon qiladi. Ondan keyin yana mustaqil bir mavzudan birini keltiradi, qiroatni mustaqil mavzuga yolg'iz keltiradi. Al-qawlu fil qiroat deydi. Oyatdan shu oyatni o'qigan vaqtimizda ilinadigan ahkomlar haqida so'zlaydi. Bu shaklda. Endi Hufi mushu manhaj bilan Ulumul Qur'onni butun xotirlab chiqqan odamninki nimasi tunjisi hisoblanadi. Garchi bu kishininki xotirlashi bayatni tilg'andek o'zgacha bir uslub bo'lib o'z. Ya'ni navbatga uslubga tushmaydi. Her oyatdan chiqadigan her ahkomni yoki her tur yoki her ilmni Ulumul Qur'on munosabatligi bo'lgan ayrim shakl hech qanday uslubiga tushmasimi, lekin tunji qatim Ulumul Qur'onning hammani dugudek yoki hammin deyamasakmi, hammani dugudek bir shaklda to'plagan tunji adam hisoblanadi. Ondan keyin Hufiga Ibn Jawzi 500
97-yil vafot topgan Ibn Jawzi Fununul Afnan fi Ajaib Ulumul Qur'an degan kitobida agishib keldi. Undan keyin Badruddin Zarkashi Hijriya 794 vafot topgan keldi va to'liq bizga ham ma'lumotni bera oladigan bir kitobni yozib qoldi. Bu kitobning ismini Al-Burhan fi Ulumul Qur'an deb atadi. Buni bu kitobni bugungi kunda bir shu Ulumul Qur'an haqida, tafsir haqida izlaman degan odam ayrılalmaydigan kitobning birisi. Men sizlarga ba'zi muhim kitoblarni qanday qilyapman, eskartyapman. Bayatdan Huzurqonining kitobi, Suyutininki Al-Itqon, undan keyin Zarkashininki Al-Burhan fi Ulumul Qur'an. Foydalanishga eng qulay kitoblarning birisi. Ondan keyin shuningga Jaloliddin Balqini bir qism ziyoda mazmunlarni qo'shdi. Hijriya 824-yil ise o'zininki Mavaqiul Ulum min Mavaqiul Nujum degan kitobida. Ondan keyin Jaloliddin Suyuti 911-yil ise o'zining danglik kitobi bo'lgan Al-Itqon fi Ulumul Qur'onni qana qildi, yozdi. Men ham o'quvchilarimizga tavsiya qildiğim savoqdoshlar, bu haqda izlanmoqchi bo'lganlar 3 kitobni o'zingizga hamroh qilinglar. Birisi shu Zarkashininki Al-Burhan fi Ulumul Qur'an, bu bir. Yana birisi Suyutininki Al-Itqon fi Ulumul Qur'an, yana birisi Zurqonininki bayatni tilga olgan nimasi kitobi. لم يكن نسيب علوم القرآن من التأليف في عصر النهضة الحديثة. Ulumul Qur'onninki yeziqchilikdan oladigan nasibisi yangi zamonda, yangi gullangan davrda boshqa fanlardan oz bo'lmadi. Ya'ni Ulumul Qur'on haqida xili ko'p Qur'onlar qanday qilindi, yozildi. İslam fikr harakatiga bog'langanlar, ya'ni munosabatli ko'rganlar Qur'on uslublarini hal qilishda, bitaraf qilishda to'g'ri yo'nalishga qarab mangdi. Ya'ni zamon uslubi bo'yicha, masalan, I'jozul Qur'on deb kitob yozildi. Mustafa Sadiq Rafi'iyninki At-Tasirul Fanni fil Qur'onil Karim, Mashahidul Qiyama fil Qur'on degan kitob Shahid Said Qutbninki o'quvchilarimizga bu kitobni tavsiya qilaman. Mayli o'zingizlar ko'ringlar yoki o'ltirib bir muzokara shaklida mulohiza bilan chiqarsanlar bo'ladi. Ikki kitob eng go'zal kitoblarning birisi. Undan keyin Tarjimatul Qur'on Shayx Muhammad Mustafa Marag'iyning kitobi bahthun fiha shu kitobda Muhibbuddin Xatibning bir nimasi va bahsi va yoki shu haqda yuqorqi Ulumul Qur'on haqida Muhibbuddin Xatibning bir bahsi va Mustafa Sabriyninki Mas'ala Tarjimatul Qur'on kitobi, Abdullah Darrazninki An-Nabaul Azim kitobi. Ma An-Nabaul Azimni sizlarga tavsiya qilaman. Bir qitim kurashga tegishli, oldin o'tkazishga tegishli kitoblarning birisi. Ondan keyin Mahasinut Ta'wil Muhammad Jamoliddin Qosimininki ma tafsirining ismi asli ismi to'g'ri ismi Mahasinut Ta'wil, ammo mashhur bo'lgan ismi Tafsir Qosimi. Izlab ko'rsanglar bo'ladi. Yaqinqi zamonda yozilgan go'zal tafsirlarning birisi. Undan keyin Shayx Tahir al-Jazairi At-Tibyan fi Ulumul Qur'onda bir kitobni yozdi. Shayx Muhammad Ali Salama Manhajul Furqon fi Ulumul Qur'onning kitobni yozdi. Bu kitobda Misrdagi Usuluddin fakultetlarida belgilangan bahslarni o'z ichiga olgan, ya'ni da'vat va irshad kasbiga belgilangan. Shuningga Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani bayatmaslik tavsiya qilgan kitob. O'zininki Manailul Irfon fi Ulumul Qur'on degan kitobni yozdi. Bu kitob sizlar ayrilolmaydigan kitoblarning birisi. Ondan keyin Shayx Ahmad Ali Muzakkaratu Ulumul Qur'on degan kitobida qana qildi. Kitob yozdiki, buni asli kulliyadagi o'quvchilarga qana qilgan o'tgan kitob bu asli. Ya'ni da'vat va irshad ijoza qismida. Eng oxirida Mabahis fi Ulumul Qur'on doktor Subiy Saratning kitobi qana qildi chiqdi va ustoz Ahmad Muhammad Jamolninki Ala Ma'idatul Qur'on nomli bahslarimiz chiqdi. Endi sahoqdoshlar buningdan go'zallik bo'lmas. Abdurga ben hoş oldum bulupma hazır. Abdur hakkında dua qilish kerak. Bu qadar 2. asrdan tortib ta bugun kunga qadar Ulumul Qur'on haqida yozilgan bütün kitoblarninki ismini qanaq chiqdi, tizib chiqdi. Aranglardan kim atigacha bir qog'ozga shu hijriya yil tarixi bo'yicha hamma kitobning ismini ma'noda kamera emas, ismini ham kitobning ismini ham
kitobning ismi, keyiniga avtorning ismi, keyiniga yil tarixi bilan menga bir tizib akab bersa, men duo qilaman, Alloh rozi bo'lsin deyman. Ma şekilde her bir o'quvchi bilib bilishga tegishli. Agar musahada men itilima musahaga cho'nqurlab kiraman degan o'quvchi Hijriye 2. asrdan ta bugungi kunga qadar yozilgan mana ko'zga ko'rgidek cho'ng kitoblarning hammasining ismini bilish kerak. Bir ish izdinish to'g'ri kelib qolsa, bir tema haqida izlash to'g'ri kelib qolsa, u dol palani kitobga qaray, Pokovnikning kitob qaray deb turas kitoblarning ichidan o'zi qaytqudek bir marja manbalarni qana qilish bilish kerak. Hazihil mabahis jami'uha mana bu mabahaslarning hammasi ulumul Qur'on deb tunilgan mabahaslar. Hattoki bu mushu ism bilan tunilgan ilmga xossim qoldiki, ulumul Qur'on deb xoslar. Asli ulumul Qur'on yomon bir kengri mazmunchu. Ulumul Qur'on bek kengri. Bunun içinde bayat kögününladek mecazlı Kur'an ba, garibul Kur'an ba, uva, buva, el-nasih vel-mensuh va mesela emsalul Kur'an ba, Mekki, Medeni va her birisi ayrım ilim. Bu ilimlerin hemmisi Kur'an'a münasebetli olgandan keyin şu hemmisini bıraklam, nim dep atagan, ulumul Kur'an dep atagan. Ulum köplük şekilde kelgen bilen lekin ma bir penge, Kur'an'a münasebetli penge xassın bulap işletilgende şu Uyg'urcha tercüme qilgan vaqtimizda ulumul Qur'on, ya'ni Qur'onga munosabatli fan deb bilan tercüme qilsak bo'ladi. Bilimlar deb ko'plik shaklda tercüme qilishning hojati yo'q. Ammo mushu fan ko'p mazmunni, ko'p tarmoqni o'z ichiga olganligini shu ulumning ko'pligidan tushunib olsak bo'ladi. Bu yerdagi ulum ilmning ko'pligi bo'lib, ilm degan bir narsani bilish, idrok qilish degan ma'noda. Andın kinçem de bu asli lügat ma'nosi ma'u, masdar ma'nosi bilmek, idrok qilmoq degan ma'noda. Ammo men buni davomliq bayatning yoqida pen deb tarjima qildim ya. Andın keyin ilmiy jihatda qana qilingan, qoidalashtirilgan, mazbutan, dabtan degan gap, ilmiy mazbut, dabtan ilmiy jihatda qoidalashtirilgan turli masalalar ma'nosini qilib. Masalan deylik, grammatikaning hammasi ilmiy jihatda qoidalashtirilib bir yerga to'planliq grammatik meseleleri bu bir pen. Balagat meseleleri hemmisi ilmi cihette kaidleştirilip bir yerge toplanıqlıq balagat meseleleri bu bir pen. İlim ikinci manası şu pen degen manada. Birinci manası lügat manası, fahim idrak manası da. Ondan keyin pen degen manası hem nemo var. Endi ulumul Qur'ondan maqsad nemo desa, ulumul Qur'ondan bo'lgan maqsad Qur'onga şu Qur'oni Kerimning asbabun nuzulini tunish, Qur'oni Kerimning to'planish tartibi, Mekke Medine'ni bilish, nasih mansuhni bilish, muhkam mutashabihni bilish, undan boshqa Qur'onga munosabat va taraflardan shu Qur'onga munosabatlik bahslarni o'z ichiga oladigan fanni biz deymiz ulumul Qur'on deymiz. Endi ba'zida buni biz ilgari kitoblarni deb bo'lgan shunday ism deb o'tib ketaylik. Bu fanni usulut tafsir deb ataladi. Usulut tafsir amaliyotda ulumul Qur'onning ichidagi bir fan. Ulumul Qur'onning ichidagi bir fan. Nima ulumul Qur'on usulut tafsir deb ataladi desa, chunki usulut tafsir mufassir Qur'on tafsir qilishda shuni tayinish uchun bilishi kerak bo'lgan mabahaslarni o'z ichiga olganlik uchun. Bu bir sabab bo'pti, lekin usulut tafsirininki ulumul Qur'ondan oladigan hajmi eng ko'p. Eng ko'p bo'lganlik uchun shunashqa ulumul Qur'onni ba'zi usulut tafsir deb ataladi, lekin shuni esingizda tutib olinglarki, usulut tafsir degan gap ulumul Qur'onning hammasi emas. Balki ulumul Qur'onning ichidagi bir nima fan, bir yani ma'lum bir tarmoq hisobda. Ammo hajmi cho'ng bo'lg'achqa, o'z ichiga oladigan hajmi shunashqa ulumul Qur'onni usulut tafsir deb ataladi, ya'ni kulni juzning ismi bilan atagan qabiladan saboqdoshlar. Shuna olganda bizning bugungi birinchi mazmun oxirlashdi. Bugün vaqtni ham to'shab qoldi, ham o'quvchilarga nisbatan tunji kunlik kitobimizning birinchi darsi. Keyingi soatlik darslarimizda o'quvchilarimizning talabimiz darslarni oldin alohida ko'rsanglar, darsdagi mazmunga qarab qolmasanglar, men bu ulumul Qur'on sohasida ikki kitobni sizlarga dars qilib o'tib bo'lgan bo'lg'achqa, ma darsda biroz tizmansak. Bilmege yerini olib qalsanglar, darhol paloniyani tushunmadim desanglar. Bo'lmasa, suratni qana qilsak, tezlashtirsak degan umidda vaqt munosabati bilan darsimiz bugun mushada to'xtaydi.
kelesi saatlik dersimizde görüşelim inşallah. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.